Foton'ni eng yangi modeldagi 12 metrlik 3 teshiklik podushkadagi elektriskiy городской avtobus, ya'ni elektrobus. E'tiboringiz markazida. Bitta, ikkita, uchta. Batareykalar tepaga joylashtirilgan. Buni 2 teshikli varianti bor. 2 teshikli varianti kilometraji ko'proq bo'ladi. Chunki bu qismida ham, ya'ni mana bu sidenalar bu joyga joylashtirilgan bo'ladi orqasidagi va sidenalarda o'rnida ham batareyka joylashtirilgan bo'ladi maytgacha. Ammo kinetlarda xohish har xil, har bitta shaharda xohish har xil 3 teshik bo'ladigan bo'lsa, faqat tepaga siqqanicha batareyka qo'yiladi, xolos. Juda ham chiroyli. Kattagina monitor. Mana avtobusning ichki ko'rinishi. Откидной sidenalar bor. Nogironlar aravachasi uchun joy bor. Va albatta nogironlar aravachasini olib chiqish uchun pandus ham bor. Hamda buni ECAS sistemasi ham bo'ladi bu avtobusda. Ya'ni ostanovkaga kelgan payti, ostanovka pastroq bo'lsa, o'zini o'zi avtomatik tushiradi. Agar ostanovka balandroq bo'lsa, o'zini o'zi ko'taradi. metrlik eng oxirgi yangi modeldagi elektriskiy avtobus. Buni albatta mijozlarning xohishiga ko'ra sidenalarning rangini, pol qismini, patolog qismini rangini bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Shu jumladan tashqi ko'rinishini ham, ya'ni rangini.